Jangchi. Bedevi tarihi eser. İkinci kısım. Eşiye yerde tizlenip yalvarışqa başladı. Canabim, biz tövbe kılganmız. Aman ve rəgi qaytqanmız. Askar beşi aytdi. Jang qilib yurtlaringni besib olgandan keyinmi? Aldavatsan. Yosh askar erning yoqsidan so'rab, qo'ruq sirtiga elib chiqdi. Er keselining sababidan yo'tilishga ham holi qolmay, og'zidan qaramtul qon eqiyotdi. Askar uni tuproqqa milab yerga otdi. Ashiya erining beshini quchoqlab, o'kirash orlash nola qildi. Janobim, podshohimiz Jalut bizni kechiryapti-ku. U sizlar asir emas, sizlar qul emas, dedi-ku. Nimishqa siz bizni bu qadar azoblaysiz? Cho'ng askarning g'azabi o'rladi va g'azablangan holda: Podshohimiz Jalut marhamatlik, biroq biz buningga rozi emas. Sendaklarni tirik yashashga qo'yib berganimizga rahmat et. Qayerda sening Musaring va Haruning? Senlar Yahudi bolalarning aytqonlarini qilib yuratding-ku. Ashiya boshqa so'z qilmay, erining beshini quchoqlab yig'lab turdi. Bola bo'lsa bir chetda qarab turadi. Askar boshlig'i etini mingan holda xotinning yeniga keldi. Hey Ashiya, nera tur? Nimishqa janobim? Bizga taxis savol qo'yivatamsan? Askar boshlig'i g'azablanib, askarga "U bolani ol" dedi. Askar bolaga qarab moldi. Ashiya erining yenidan dotlig'ancha yig'lab o'g'liga etildi. Askar boshlig'i ot ustida o'ltirgan edi. Erni neysining uchi bilan itirib boqdi. Er neyzi besimidan ingirgandek bo'ldi. Askar boshlig'i neysini egiz ko'tarib, erning yuragiga sanjidi. Neyza uning ko'krigini teshib o'tib, kaynidan chiqib, hatto yerga sanjildi. Qotil kuchab tortish bilan neysini erning ko'ksidan sug'urib oldi. Bemorning ko'ksidan qop-qora qon buloqdek etilib chiqib, asta-asta yerga yeyildi. Jasadning atrofi qizilga bo'yaldi. Erning chash soqollari etilib chiqqan qonda bo'yilib ketdi. Er qattiq ikki qatim midirladi. Ondan jim bo'ldi. Ashiya bolasini mahkam quchoqlagan holda titrayotgan edi. Bola bo'layotgan ishlardan xudini yo'qotgan bo'lib, titragan va nihoyatda qo'rqgan holda "Ona, dadam" dedi-yu, hushidan ketdi. Bu ahvollardan ozroqmi xijolat bo'lmagan qotil qapoqlarini turgan holda: "Bir haftadan beri kesili saqaymagan bundoq ishning bizga hech qanday foydasi yo'q. Ey devi xotin, eringni tizdan ko'mib, ati saharda bolang bilan saroyga yetib bor. Bo'lmasa bolang bilan qo'shib senmi o'lasan" dedi. Ashiyaning beshiga kelgan shuncha cho'ng musibat tufayli ularning biror gapimi qo'liqiga kirmaydi. Faqatla vahshiyona tovushlar shavqin kabi qo'liqiga anglanadi. Ammo Ashiya bu qotilning paylidan o'g'limga neyza sanjilarmi deb andishi ichida edi. Taxminan bir osh pishim vaqt o'tib, Ashiya o'ziga keldi. O'g'li dadasining beshida o'ltiradi. Bo'lgan barliq vahshiyona qilmishlarni qo'shnilarning hammasi ko'rdi. Ammo hech kim bu la'natlangan ho'ylaga kirishga jur'at qila olmadi. Ashiya nima qilishni bilolmay, birdam o'ylangandan keyin jonsiz ruhida bir jasorat paydo bo'lgandek bo'ldi. Ashiya tapti pasiyotgan quyoshqa, birdam qonga milanib yotgan erining jasadiga, jasadning yanida dadasining yuzini silayotgan bolasiga qaradi-da, qayerdandir butun badaniga quvvat kelib, o'rnidan dast turdi va o'g'liga qarab: "Raqib o'g'lim, menga yordamlash" dedi. Raqib onasiga qarab,
onisidagi dodillikni sezgandek itoatkorlik bilan uning oldiga keldi. Ana bola hovlining bir chetida tashlab qo'yilgan ko'ni eshikni ko'tarib akilib meytning oldida qo'ydi. İkisi birleşip kuchab jasadni eshik ustiga do'miltib chiqardi. Ashiya erining kiyimlarini yechdi. Avratini 4 qat lati bilan yopdi. Erining sol ko'kragi teshilgan bo'lib, dumbisining osti ko'rinadi. Ana bola yog'och cho'mishda jasadni yuvish uchun ustidan bir qator suv quyib chiqishdi. Keyin Ashiya o'likni beshidan boshlab yuvishga boshladi. Raqib onasining meytni yuvishiga mos holda suv quyib berdi. Jasadni poklagandan keyin hovlining o'tirisini ko'lashga boshladi. Quyosh petib, qorong'i tushdi. Keyin oy chiqib, atrofni yo'ritdi. Ashiya tezlik bilan ishlaydi. Raqibning nihoyat uyqusi kelganligidan ko'zini yumib uxlag'isi keladi. Tang otgandan buyon tuz tetimagan bo'lsa-mu, ishtaholari taom xolamaydi. Raqib mugdab oxiri uyqusini ochdi. Bu vaqtda onasi dadasini ko'mish uchun o'zi ko'lagan o'rakka dadasini tushirish uchun qiynalib ishtirvatadi. Tun yerimdan oshgan jimjit kechida oy yumaloq bo'lib qizirib qarab turadi. Raqib tizdan berib onasiga yordamlashdi. Ayol xilili cho'nqur qabri qazgan edi. Shunga jasadni asta o'rakka tushirish imkonsiz edi. Shuning uchun ona bola ikkisi o'likni o'rakka tashladi. Jasad yuzichilab pokkida tushdi. Ashiya qabriga tushib, erining yuzini ustiga qaratdi va uningga gap qildi. "Hey, mening bechora erim, biz Musaning yo'lidan jon saqlash uchun voz kechgan edik. Ammo xorlandik. Musa bizning ajdodlarimizni Fir'avndan qutqizgan edi. U bizga o'zimizni qo'g'dashni o'rgatgan edi. Koinotni birla iloh yaratgan degan edi. Biz bo'lsak hayot qolamiz deb uningdan yuz o'rdik. Hayot qoldik, lekin xorlandik. Sizni itdak o'ldirishdi. Ey mening baxtsiz erim, Musaning gaplari haq ekan. Buni bugun bildim." Ashiya qabridan chiqdi. Ondan qabriga to'pa tashlag'och gap qiladi. "Ey mening jangda sharaf bilan o'lmagan erim. Sizning dadingiz va mening dadam Yahudi qavmining isil zodilari edi. Ammo bizni dushmanlar xorladi. Dushmanlar emas, balki biz o'zimiz xorladik. Raqib bolam, dadangni ko'm," dedi. Raqibmi qabriga to'pa tashlashga boshladi. "Raqib o'g'lim, sana asli haqiqatni aytib beray." Ashiya ishlagach, bolasiga so'zlaydi. "Sen bizga yordam beradigan boshqa xudo yo'qmi deb so'ragan eding-ku. Bolam, shunda xudo bor. Uni bizga Musa degan bir payg'ambar tunutgan edi. Biz Musaga ergishib shu yolg'iz xudoga sig'inatdik. Ajdodlarimizmi shu yolg'iz ilohga sig'inatdi. Musa yolg'iz xudoning gaplarini bizga yetkazib turadi. Hatto Musa xudoning bir kitobini elib keldi. Ajdodlarimiz ko'p osiylik qilishdi. Ammo xudo ham Musa ham kechirdi. Musaning davrida bizning ota bobolarimiz qavmimizning isil zodilari edi. Musa ajdodlarimizni urushga chaqirdi. Ba'zida rad qildi, ba'zida qabul qildi. Uning taklifini qabul qilganda biz shaharlarni egalladik. Keyin shu shaharda yashab qoldik. Ammo Musa va uning ukasi Harun olamdan o'tgandan keyin ajdodlarimiz ularning yo'lidan chiqib butga ibodat qilishdi. Xudoning kitobida aytilgan ishlarni qilmay osi bo'ldik. Xudo bizni jazolab, Belsisa qavmining zolim podshohi Jalutni ustimizga avatdi. Jalut bizni tizli yengdi. Biz isil zodi edik. Dadamni o'ldirdi. Dadam va meni tirik qoldirishdi. Chunki biz Musaning yo'lidan chiqib, quyoshga sig'inishni boshladik. Ammo Jalut Musaning dinida bo'lganligimizni unutmagan edi. Agar Musaning diniga qaytsak, qaytadan quvvatga kelishimizni biladi. Shuning uchun to'xtamay bizni ezib kelyotdi. Raqib bolam,
dadangni xarlab o'ltirdi. Biz Jalutning Saqib G'oba degan qo'mondonning qo'lida 10 yil qul bo'ldik. Endi bundaq bo'lmaydi. Qochimiz, deb ona o'ziga shivirlig'ach tezlik bilan ishladi. Ona bola qabrini ko'mib bo'lishdi. Raqib onasining gaplaridan hayronda edi. U to'xtamay shivirlayotgan onasini tuniy olmayotgan edi. Raqib, haqiqiy ardak yigit bo'l o'g'lim. Madyandan yiroq bir yerda Shamoil degan kishi Musaning yo'liga odamlarni chaqirayotgan ekan. Uning oldiga boramiz, dedi. Qachon ana? Hozir ketimiz. Ashiya oddiy selingan kabisidan ixcham tugunchi ko'tarib chiqdi va o'g'lini yetaklab sahro tarafga mondi. Tongga yaqin ular sahroga kirishga boshladi. Shahar tugab, qoqas cho'llikka kelgan edi. Ashiya kun qatoridan sol tarafga qarab meng'iyotdi. Och qo'rsoq bir kecha mang'achqa uning madori qolmay, putlari qetishib, yiqilay deyotdi. Ularning orqasidan otlarning yugurib kelayotgan ovozi anglandi. Ularning qochqinini Saqib G'obining askarlariga pash bo'lgani aniq edi. Sanoqliq minutlarda otliqlar yetib keldi. Eng oldidagi otliq ularni aylanib o'tib, qo'lidagi qamchini ayamay ularga cho'rib otdi. Qamcha Ashiyaning yuziga tegib iz qoldirdi. Burni qonadi. Ayol hushidan ketdi. Raqib onasini himoya qilish uchun o'zini keyingi qamchiga tutdi. Bala ham zarbidan o'zini yo'qotdi. Otliqlar ularni birdan elib, egarga besib shaharga qaytdi. Raqib ko'zini ochib, yelkisidagi ig'ir ochiq og'riqni his qildi. Beshini ko'tardi. Ular shaharning mahkama maydonida edi. Atrofda odamlar ko'payib-yotdi. Xizmatkorlar maydonning yuqorqi qismiga urunduq hozirlashmoqda. Bu yerda ona bolani sud qiladi. Raqib hushsiz yotgan onasining orqasida turadi. Ana, ko'zingizni oching, ana. Ashiya ko'zini ochdi va saskinib qaradi. Badallari qattiq og'irlatdi. Quyosh tiklanib kelmoqda. Ayolning puti keshan bilan bog'langan edi. Qamchi zarbasidan bir ikki joydan qon oqqan. Yuzi ishshig'an. So'l ko'zi ishshikdan butun itilib qolgan edi. Ashiya bolasini quchoqladi.